Xabaringiz bo'lsa, shu kunlarda Kanada bosh vazirligi uchun saylov jarayonlari ketmoqda va bizga muhim va qiziq bo'lgan jihati, immigratsiya yo'nalishida asosiy nomzodlar qanday loyihalarni va tashabbuslarni ilgari surmoqda. Keling shu haqda tanishamiz. Liberallar partiyasi nomzodi Mark Karni rejasiga ko'ra, yillik immigratsiya miqdori umumiy aholining 1% oshmasligi taklif qilinmoqda. Hozirgi kunda Kanada aholisi 41 million ekanini hisobga olsak, bu degani yiliga 400 mingga yaqin chet ellikka immigrant maqomi beriladi. Konservatorlar nomzodi Pierre Poilievre rejasiga ko'ra esa immigratsiya miqdori quriladigan yangi uylar soniga mutanosib bo'lishi kerak. U aniq sonni aytmagan bo'lsa-da, bir nutqida har yili qabul qilinadigan immigrantlar sonini 10 yil oldingi raqamlarga tushirishni ta'kidlagan edi, ya'ni yiliga 250 ming atrofida. Liberallar vaqtinchalik viza egalari, ya'ni student viza, turist viza va ishchi viza egalarining umumiy miqdori jami aholi sonining 5% dan oshmasligini ta'minlamoqchi. Konservatorlar esa bundan yana ham kamroq raqamlarni mo'ljal qilishgan. Liberallar fransuz tilini biladigan chet elliklar immigratsiyasi miqdorini umumiy immigratsiya tarkibidagi ulushida hozirgi 8,5% dan 12,5% gacha oshirishni reja qilishgan. Konservatorlar ham fransuz tilini biluvchilar immigratsiyasini oshirishni va'da qilishgan, lekin aniq raqamlarni aytishmadi hali. Har ikkala partiya ham chet ellik immigrantlar o'z egallagan sohasini Kanadaga kelib ham davom ettira olishlari uchun sharoit yaratib berishni va'da qilishmoqda. Ya'ni immigrantlarning diplom va malakalarini yanada oson tan olish va Kanada hududida ham bunga ruxsat berish tartib-qoidalarini yengillashtirmoqchi.